5 aprel kuni soat 15:56 da Toshkent shahar Chilonzor tumani katta halqa avtomobil yo'lida joylashgan Beshqo'rg'on buyum bozorida yong'in sodir bo'ladi. Qutqaruv ekipajlari voqea joyiga zudlik bilan yetib borib, yong'in soat 16:53 da qurshab olindi hamda vaziyat maxsus xizmatlarning to'liq nazoratiga olindi. Natijada yong'in soat shomga qadar to'liq o'chiriladi. Voqea joyiga favqulodda vaziyatlar vaziri general-mayor Adham Ikromov ham yetib borgan. Yong'in sababi va keltirilgan zarar miqdori aniqlanmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, savdo majmuasida sodir bo'lgan yong'in vaqtida qutqaruvchilarning professionalligi va tezkor harakatlari tufayli majmuaning 3000 kvadrat metr maydoni va moddiy boyliklari, shuningdek, unga tutash bo'lgan hududdagi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi hamda 5 qavatli avtoturargoh yong'indan saqlab qolindi. 5-aprel kuni Beshqo'rg'on bozori yonib ketdi. Men o'zim yakka tadbirkorman. 50 millionlik tovarim yonib ketdi. Komissiya a'zolari bizga yordam beramiz deb aytishdi. Yordamini kutamiz. Biz shunisiga ham xursandmiz. Shunchalik davlatimiz bor ekan, shunchalik o'zimizni o'zimiz himoyadamiz. Yong'in sodir bo'lgan kundan bir kun o'tib, tadbirkorlarimiz butun qolgan mol-mulklarni ko'zdan kechirib olmoqdalar. Ayni vaqtda obyekt ichki ishlar xodimlari tomonidan nazoratga olingan. Tadbirkorlarning mulklarini himoya qilish maqsadida voqea joyiga aloqasi bo'lmagan fuqarolar kiritilmayapti. Kuni kecha Chilonzor tumanining Beshqo'rg'on bozorida yong'in sodir bo'ldi. Yong'in natijasida bozor hududining 8000 kvadrat metri yonib zararlandi. 3000 kvadrat metrga yaqin maydon yong'indan saqlab qolindi va shu bilan bir qatorda qutqaruvchilarimizning tezkor sa'y-harakati natijasida avtomobil yoqilg'i shoxobchasi, 5 qavatli avtoturargoh ham yong'indan saqlab qolindi. Hozirda yong'in sababi keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda va surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bozordagi yong'inning kelib chiqish sababi aniq emas hozirda. Hozirda bu bo'yicha Favqulodda vaziyatlar vazirligi laboratoriyasi surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Yong'in bo'lgan manzilda juda ko'plab 200 ga yaqin Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari, 21 dan ortiq texnikalar va boshqa bir suv tashuvchi, favqulodda vaziyatlar davlat tuzilmasiga kiruvchi barcha texnikalar ishtirok etdi. Yong'inni 18:18 da to'liq o'chirildi yong'in. Ishchi guruh hozirda yong'in sabablari va tadbirkorlarga yetkazilgan zarar miqdori yuzasidan tekshiruv va surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Bu haqida kelgusi dasturlarimizda batafsil xabar beramiz.